Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa chiroyli syomkamiz bor. Bundan где-то bir 6 oy oldin shu Farg'ona viloyat Toshloq degan joyga bitta darvozamiz o'rnaganda, hozir yo'limiz tushib qolib, shu darvozani ham endi syomka qilib o'taylik degan maqsadda darvoza o'rnatgan joyimizga kelyapmiz. Xudo xolasa chiroyli obzorni qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsalang albatta manfaatli bo'ladi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalar, xudo xolasa chiroyli qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Do'stlar, mana yetib keldik darvozamiz o'rnagan joyga. Mana xudo xolasa ideal holatda turibdi darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana taglarigacha stachkalarni quyib, chiroyli qilib qo'yishibdi. Ko'rishlaringiz mumkin darvozamizni. Hali bir biror joyda bir defekt yo'q, xudo xolasa. O'ta ideal o'rnagan joyiga. Orqa tomonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tomonlarni ham ko'rishlaringiz o'ta ideal chiqqan, xudo xolasa orqasi tekis holatda bo'lgan darvozamiz. Mana video egalari chiqdilar, bemalol syomkasini qilaveringlar. Hozir xudo xolasa bir qator obzorni qilib beraman. Do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xo'p, mana xudo xolasa darvozamizni ko'ringlar. O'sha o'zimiz shu Farg'ona viloyat Toshloq degan joyga o'rnatganmiz. Hozir yo'limiz tushib qoldi. Yana boshdan ham takrorlab o'tdim. Bir qator obzorni qilib beramiz degan umidda kirib, chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamiz xudo xolasa ideal holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Yondorlarimizga 10 ikkilik stenkadan foydalangan bu darvozamizga. Darvozamiz 6,1,7 stenka, listlarimiz 1,8 двойной holatda bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu joy raxlari ham mana suv o'rnamaydi. Xudo xolasa darvoza 2 qavatli utupli holatda bo'lgan. Tepa qismiga skvazna qilganmiz. Lazerdan foydalanganmiz. Darvoza o'ta ideal chiqqan. Chekkalari shu ichkari ko'rinmas uchun poni pluslarni aylantirganmiz. Taglarimiz shivellarda bo'lgan. Pesh burunlarimizga 3,2 1,5 stenkadan foydalanganmiz. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa orqa tomonni ham bir qator ko'rsatib qo'yinglar. Yana bir bor. Orqasi ko'rishlaringiz mumkin. Mana darvozamiz orqa tomoni shu ko'rinishda bo'lgan. Senter zamon desalar, senter zamon, rushnoy desalar, rushnoy qilib beraman. Bu joyga rushnoy qilganmiz. Shtob ertaga ish ko'rsatmasin degan maqsadda, babi temir bu. Orqasi mana mayin qilib germetekslarni sepib, tekis holatda bo'lgan. Darvoza xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqqan. Xo'p do'stlar, kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda albatta nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bizda 300 dan ortiq darvoza turlari bor. Aloqaga chiqsalar kataloglarni tashlab beramiz. Hop, darvozam summasi keladigan bo'lsa, shu darvozaning 1 kvadrat metri hozirgi kunda 1,200,000 so'mdan 1,500,000 so'mgacha bo'lyapti. Aloqaga chiqsalar albatta to'liq ma'lumotini beramiz. Biz manzillarga keladigan bo'lsa, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Joyda o'zida zakaz beraman desangiz, lakasi tashlab beramiz. Kelib joyda o'zida ham zakaz berishingiz mumkin. Agar darvoza ma'qul kelib qolib, kelib o'lchab keting deydigan bo'lsalar, o'sha Telegramdan lakasi so'rab bersalar, WhatsApp, Telegramdan borib o'zimiz o'lchamlarni olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.